Uchun bitta lifehack aytaman. Mana bu qurilma nima? Ko'p kishi menga savol beradi, lichkaga ham kelgan. Shu narsa nima, biladiganlar bormi deb. Bu narsa bu yerda masalan mana bu chorrahada orqamizda turgan nimada patogda mashina ko'paysa, ana shu narsa datchik ishlaydi-yu, mana bu yashilni svetoforni tezroq qizil yoki yashilga aylantiradi. Qizilga emas, endi yashil svetoforga. Bu birinchi foydali tarafi bu. Ikkinchisi nima desangiz agar, buni orqada yoki pajarni yoki tez yordam avtomashinasi orqadan kelayotgan bo'lsa, bu datchik nimada sensori bor, shunaqa nimasi qurilmasi bor. Bu qurilma nimalarda pajarni yoki tez yordam avtomashinalarida bor. Shu narsani sezib, mana shu chorrahani svetoforni yashilga aylantirib, oldindagi mashinalarni tezroq o'tkazadi. Bilmaganlarga yuborib qo'yamiz. Shular uchun bola harakatda shunaqa foydali ma'lumotlarni Sheyx Daniel akkauntida ko'rasizlar.